Topdim-ku. O zo'r-ku. Idishlari ham zo'r ekan. Menga juda ham yoqyapti. Hozir ochib ko'ramiz. Ha, korobkani ochib ko'rguncha videoga like bosib turing. Wow! Mana. Bu mini pistolet kichkina bo'lishiga qaramasdan juda ham og'irgina ekan, qo'lga juda ham ixcham. Videoda ko'rganingizdek, sharlarni ham yorib tashadi. Juda ham katta bosimda ishlar ekan. Qani biz ham bitta sinab ko'ramiz. Hop, pistoletimizni o'qlab oldim. Unchalik mergan emasman, lekin hozir to'g'ri otishga harakat qilib ko'raman. Qani, ketdik. Oh no! Hozir to'xtaylar. Nodir noto'g'ri qilaman shekilli. Boshqatdan urinib ko'ramiz. Hop, ikkinchi urinish. Yaqinroqdan otib ko'ramiz. Qani. O'xshamadi. Bekorga pulim ketdi. Videodan ko'rib ushbu pistoletni sotib oldim. O'zingizlar ko'rdinglar, videodagi effekt umuman bermadi. Oddiy bir o'yinchoq ekan. Hop, bu pistoletga men 5 balldan 1 ball qo'yaman. Bizda chestniy obzor. Sizchi, necha ball qo'ygan bo'lardingiz? Izohlarda o'zingizlarning ballinglarni yozib qoldiringlar.